Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda ushbu avtomobil Deepal SL03 gibrid avtomobilini to'liq ko'rib chiqamiz. Deepal SL03 to'liq ko'rib chiqamiz. Ko'rib turgan ushbu Deepal SL03 avtomobilimiz gibrid hisoblanib 1200 km masofani bosib o'tish imkoniyatiga ega. To'liq tokning o'zida esa 140 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Kapot ostida 1,5 atmosfera motor bilan jihozlangan bo'lib, ushbu avtomobilimizda 333 ta ot kuchi mavjud. Avtomobilimizning tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, futuristik dizaynda ishlab chiqarilgan. Oldi faralarimizga e'tibor bersak, xrustalniy LED faralar o'rnatilgan. Avtomobilimizning radiator setkasi pastki qismda joylashtirilgan. Uzoqni yorituvchi faralar esa avtomobilning bamper qismiga o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin, avtomobilning yon oynalarida 360 kamera, yo'nalish ko'rsatuvchi chiroqlari, bokovoyning o'zida esa slipoy zona hamda обогрев bokovых zerkal indikatorlari joylashtirilgan. Avtomobilimizning eshik ruchkalari ko'rishingiz mumkin 45 gradus ostida eshikdan ajralib chiqib turadi. Ya'ni bu sizga eshikni ochish uchun juda ham qulaylikni beradi. Oynalarimiz bez ramka qilib ishlangan, 2 qavatli, juda ham mustahkam oynalar o'rnatilgan. 225 ga 55 18 diametrdagi diskalar o'rnatilgan. Chap tarafimizda benzin quyish uchun bakimiz joylashgan, o'ng tarafda 2 xil port, ya'ni домашний zaryadka hamda быстрый zaryadka uchun portlari joylashtirilgan. Avtomobilimizni orqa dizayniga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, xitoyliklar bir juda ham sportkarlarga ishqibozmi deyman, bilmadim. Sportkarlarga o'xshatib ajoyib dizayn qilingan. Bu yerda qo'shilib ketgan stop chiroqlari, aerodinamika uchun spoiler joylashtirilgan. Pastki qismimizda bamper qismida, ya'ni nur qaytaruvchi chiroqlar o'rnatilgan. E'tibor bersangiz, avtomobilning oldi hamda orqa bamperlarida partronik datchiklar o'rnatilgan. Bu sizning avtotarmojeniya yoki avtoparkovka uchun juda ham kerakli bo'ladigan sensorlar hisoblanadi. Avtomobilingizda partronik datchiklardan tashqari atrofida to'liq kameralar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, orqa qismida, ikkita yon oynalarda, oldi qismida 360 gradusni olib beruvchi kameralar joylashtirilgan. Ushbu avtomobilning bagaj qismi liftback hisoblanadi. Ya'ni avtomobil orqa bagaj eshigini ochganingizda orqa oyna bilan birgalikda ochiladi. Marhamat qilib ko'rishingiz mumkin. Ushbu avtomobilimiz bagaj qismi gazovoy uporlar bilan jihozlangan, elektronniy hisoblanadi. Bu yerda yopish uchun knopkalar joylashtirilgan. Avtomobilimizning bagaj qismi juda ham katta. Siz agarda oilangiz bilan yoki ulfatlar bilan uzoq safarga, aylanishlarga chiqsangiz, hamma kerakli buyumlar bemalol sig'adi. Gibrid bo'lganligi uchun qo'shimcha g'ildiraklar mavjud emas. Ya'ni hech bir elektromobil yoki gibrid avtomobillarda qo'shimcha g'ildiraklar qo'yilmaydi. Negaki, uning o'rniga suyuqlik bo'ladi. Ushbu avtomobilda balon qismiga teshilgan holatlarda uni qo'yib, mana bunday nasos orqali balonni ishirib, yana yo'lingizda davom etishingiz mumkin. Bagaj qismidagi detallarga agar ahamiyat beradigan bo'lsak, bagajimizda chiroqlar o'rnatilgan. Kechki payt ham avtomobil bagajini ochadigan bo'lsangiz, chiroqlar bor, siz qiynalmaysiz. Avtomobilning orqa qismida 12 voltli akkumulyatorimiz joylashtirilgan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Agarda sizning bo'yingiz tugmaga yetmaydigan bo'lsa, ushbu ushlagich orqali avtomobil bagajini pastga tortsangiz, avtomatik tarzda bagajlar yopiladi. Eng kulminatsion nuqtasi, ushbu avtomobil necha litr benzin sarf qiladi? Buni Malibu avtomobili bilan solishtirgan holda videoni oxirida aytib o'taman. Hozir esa sizlar bilan birgalikda avtomobilning interyer, ya'ni salon qismiga birgalikda nazar solamiz. Ketdik. Eshiklarimiz bezramishli bo'lganligi uchun oyna qismi yaqinroq olib keling. Ko'rishingiz mumkin, eshikni ochishga uringanimizda yon oynalarimiz avtomatik tarzda pastga siljiydi. Avtomobilimiz to'liq qora koja hamda yumshoq plastikdan kombinatsiya qilib ishlangan. Choklarni ko'rishingiz mumkin, ajoyib bir dizaynda ishlashgan buni. Endilikda hozir sizlar bilan avtomobil ichiga o'tirgan holatda avtomobilda nima funksiyalar bor, monitorda qanaqa yengilliklar bor, o'shalarni birma-bir bitta-bitta ko'rib mulohaza qilib chiqamiz. Avtomobilimizning ichki dizayniga to'xtalishdan oldin pultni dizayniga nazar soladigan bo'lsak, noodatiy dizaynda ishlab chiqarilgan. Ushbu pultda tovush chiqarish knopkasi, orqa yukxona eshigini ochish,
avtomobilni qulflash hamda ochish funksiyasi mavjud. 4 ta knopkasi bor. Undan tashqari ushbu avtomobilda NFC karta ko'rishingiz mumkin. Qayerlarga qo'yib ishlatish mumkinligini даже ko'rsatib qo'yishgan hamda Dipal modelining emblemasi tushirilgan. Undan tashqari oddiygina temir kalit qo'yilgan. Ushbu avtomobilimiz ichki dizayni to'liq qora koja hamda yumshoq plastik bilan kombinatsiya qilingan. Barlarimiz juda ham yumshoq. Bu yerda pastakanliklar joylashtirilgan. Telefonni simsiz quvvatlovchi funksional mavjud, ya'ni беспроводная zaryadka deyiladi. Беспроводная zaryadka tegida bo'sh joy. Bemalol kerakli bo'lgan narsalarni bu yerga qo'ysak bo'ladi. Undan tashqari avtomobilda kattagina bardachok mavjud. Juda ham yumshoq qilib torpedalarimiz ishlangan. Monitorimiz 15 dyum ikki tarafga burilish funksiyasiga ega. Ya'ni haydovchi o'tirganda ushbu monitor haydovchi tarafga qayriladi. Agarda haydovchi bo'lmasa, u yo'lovchi tarafga qayriladi. Barimiz bitta tugma orqali ikki yonga ochiladi. Bunaqa funksiya agar esingizda bo'lsa, oldinlari faqat premium darajadagi mashinalarda chiqardi. Ya'ni Mercedes, CLS, JLS, именно o'sha mashinalarda xuddi shunaqa barlar bo'lardi. Ko'rishingiz mumkin, rulimiz to'liq koja, abagrev rul mavjud. Oldi ikkita o'rindig'imizda isitish, sovutish funksiyalari bor hamda bular elektroprivod. Elektroprivod bu oddiygina tugma orqali o'rindiqlarni oldiga, orqaga, tepaga, pastga harakatlantirish imkoniyatini beradi. Ha, yana bir ajoyib ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qachonki biz o'rindiqlarni oldiga, orqaga harakatlantirishni boshlaganimizda monitorda pamять сидения chiqib keladi. Har kim o'zi uchun bu yerda 3 ta pozitsiyani saqlanch qilsak bo'ladi. Birinchi, ikkinchi yoki-da uchinchi. Hamma o'ziga moslab bu yerga o'z o'rindig'ini saqlab qo'yish imkoniyati bor. Tablo qismiga o'tadigan bo'lsak, tabloda barcha ma'lumotlar ko'rsatiladi. Avtomobilda o'tirgan insonlar xavfsizlik kamaridan foydalanganmi, yo'qmi? Ular haqida ma'lumot beradi. Eshik ochiq yoki yopiqligi haqida. Umuman olganda avtomobilda nima narsa bo'layotganini barchasini ushbu tabloga chiqarib beradi. Скорость rычagimiz selektor upravleniyada joylashtirilgan. Bu rulning o'ng orqa tarafi hisoblanadi akalar. Knopkalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda hali aytib o'tganimdek multimediani boshqarish uchun tugmalar joylashtirilgan. Chap tarafda esa 360 kamera chap taraf tugmalarining eng o'rtasiga joylashtirilgan. Bitta tugma orqali biz 360 gradusda avtomobilimizni har tomonlama kuzatishimiz mumkin. Hattoki bu yerda 3D funksiyasi bor, ko'rishingiz mumkin. Monitorni juda ham silliq ishlashiga e'tibor beringlar. To'liq atrof muhitni sizga 100% ko'rsatib beradi. Undan tashqari ballonlaringiz, ya'ni rulni o'ngga chapga burganingizda qay tomonga yo'nalganligini ham ko'rsatib turuvchi funksiyalar mavjud. Plafon chiroqlarimiz sensor yordamida ishlaydi. Bittagina qo'l harakati bilan yoqishimiz yoki-da o'chirib qo'yishimiz mumkin. Undan tashqari e'tibor berishingiz mumkin, avariyka knopkamiz ham tepada joylashgan. Uning yonida esa eksterniy vizuv, ya'ni so'z tugmasi ham bor. Avtomobilimizning tom qismiga, ya'ni to'liq panoramaga keladigan bo'lsak, ushbu panoramamiz 3 qavatli oynadan ishlab chiqarilgan hamda zavod tomonidan qoraytirilgan bo'ladi. Avtomobilimizning orqa qismiga o'tirganimizda xuddiki bir biznes klassda ketayotgandek o'zimizni his qilamiz. Nimagaki, bu yerda barcha qulayliklar bor akalar. Ko'rishingiz mumkin, konditsioner uchun deflektorlar joylashtirilgan, telefon quvvatlash uchun portlar mavjud, orqa cho'ntaklar bor. Undan tashqari ushbu avtomobilning ikkinchi qatorida 2 ta yoki-da 3 ta odam bemalol harakatlansa bo'ladi. Bu yerda bar joylashtirilgan, pastakanliklarimiz mavjud. Bitta harakat bilan bu yerga bemalol 3 kishi o'tirib bemalol ketishingiz mumkin. Undan tashqari ISOFIX o'rnatilgan. ISOFIX nima deb savol berishingiz mumkin? Ushbu funksiya detskiy kreslolarni bemalol o'rnatish imkoniyatini beruvchi funksiya hisoblanadi. Ajoyib yana bir ma'lumot berib o'tmoqchiman shu orada. Agarda siz umr yo'ldoshingiz yoki o'zingiz tog'ga yoki-da bir ajoyib manzaraga borsangiz, kechki payt bitta harakat bilan ikkinchi qator o'rindiqlarni tushirib, oyoqni bagaj tomonga uzatib, bemalol ushbu panorama tom orqali oy hamda yulduzlarni tomosha qilib yotishingiz mumkin. Avtomobilning eshik qismiga nazar soladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, haydovchining eshigida nimalar o'rnatilgan. 4 tala oynani boshqarish knopkalari, oynalarni bloklab qo'yish hamda 4 tala eshikni qulflab qo'yish yoki-da ochib qo'yish knopkalari joylashtirilgan. Undan tashqari old qismimizda dinamiklar, tepa qismida esa pishalkalar joylashtirilgan. Barcha eshiklarimizning pastki qismida buyumlar uchun joylar qoldirilgan. Avtomobilimizning oldi hamda orqa bamperlarida Partronik datchiklar o'rnatilgan. Undan tashqari 360 kamerasi ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin, avtomobilimizning old oyna tepa qismida esa yo'l belgilarini o'qish
hamda video registratorimiz joylashtirilgan. Avtomobil juda ham aqlli bo'lib, ushbu avtomobilda cruise control ham mavjud. Videoning boshida aytib o'tganimdek, endi sizlar bilan ushbu avtomobilni Malibu bilan solishtirgan holda yoqilg'i sarfini hisoblab chiqamiz. Malibu avtomobilida bitta to'liq bak 830 ming so'm bilan to'ladi. Agarda siz oyiga 3000 kilometr yursangiz, bu o'rtacha hisobda 3,5 million so'm degani. Yiliga hisoblasak 42 million so'mni tashkil qiladi. Ushbu Dipal SL03 avtomobilimizda esa bitta to'la zaryad 23 ming so'mni, 1000 kilometr uchun yoqilg'i esa 94199 so'm. Oyiga 600 ming so'm degani. Yiliga agar keladigan bo'lsak, o'rtacha 7 million so'mni tashkil qiladi. Avtomobilimiz juda ham ekonom bo'lib, elektrda harakatlanadi. Yoqilg'i sarfi ham juda ham kam. O'rtacha 3 barobar sizni cho'ntagingizga foyda keltiradi. Ya'ni yiliga agar Malibu bilan solishtirganimizda 30 million so'mga yaqin pul cho'ntagingizda qoladi. Ushbu avtomobilimizning barcha obzorini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Agarda sizga to'lov turlari haqida to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, video ostida raqamlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Undan tashqari, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysanglar, har doim yangi videolarni birinchi bo'lib ko'rasizlar.